Salom do'stlar. Tushda gapirish va qo'rqinchli tush ko'rishga nima sabab bo'lishi mumkin? Ba'zan doimiy ravishda qo'rqinchli tush ko'rish o'z joniga qasd qilish holatiga olib kelishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, tushda gapirish umuman zararsiz hodisa, ammo juda kam hollarda u bir qator muammolarni, jumladan epilepsiya, ya'ni tutqanoqni keltirib chiqarishi mumkin. Katta yoshdagi kishilar uyqu paytida ko'proq gapirishadi va bu ikki turga bo'linadi. Birinchisi aniq nutq bo'lib, chuqur bo'lmagan uyqu paytida kuzatiladi. Ikkinchisi esa noaniq nutq hisoblanadi va u chuqur uyqu paytida kuzatilishi mumkin. Kattalar va bolalarning tushda gapirishlari kundalik taassurot va favqulodda hissiyotlar ta'sirida yuzaga kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda, doimiy ravishda yomon tush ko'rish salbiy his-tuyg'ularni kuchaytiradi va o'z joniga qasd qilishga olib kelishi ham mumkin. Tez-tez qo'rqinchli tush ko'rish va o'z joniga qasd qilishga moyillik o'rtasidagi bog'liqlik olimlar tomonidan ancha oldin aniqlangan, ammo uning mexanizmi haligacha noaniq. Oksford universiteti professori, ruhshunos va uning hamkasblari fikricha, qo'rqinchli tushlar odamning hayotdagi mag'lubiyat, umidsizlik va chorasizlik haqidagi o'ylarini kuchaytiradi. 100 ga yaqin volontyorlar o'rtasida olib borilgan tadqiqotlar davomida o'zlarining holatlari, o'y-xayollari, tushda asosan nima ko'rishlari haqida so'ralgan. Ruhshunoslar olingan ma'lumotlarga asoslanib, odamning o'z joniga qasd qilishi qo'rqinchli tush ko'radigan odamlarda ko'proq kuzatilishini aniqlashdi. Tadqiqotda ishtirok etganlar orasida tush bilan bog'liq muammosi bo'lmagan kishilarda suiqasd haqidagi fikrlar juda kam kuzatildi. Tadqiqotchilarning fikricha, qo'rqinchli tush ko'rish odam ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Ular hayotdagi og'ir ruhiy zarba natijasida paydo bo'lishi mumkin. Masalan, avtohalokat, urushda qatnashish, zo'rlash va boshqa holatlar. Siz azizlarga esa doimo yaxshi tushlar ko'rishingizni tilab qolaman.